Nexus so'ragan akalarimiz uchun bugun bozorda aylanib chiqdim, lekin yaxshi sosteniyadagi Nexus topa olmadim. Yaxshi sosteniyadagi Nexus topsangiz narxi baland esa sosteniyasi yaxshi emas. Mashinamiz 2019 ga 2020, ko'ryapsizlar, mashinamiz uyda haydalmagan chang bosib turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mutlaqo toza. Navrotlariga kelsak, tak Minervadan 4 ta yumshoq archa balon taqilgan, optra diskalarigacha bor ekan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, marhamat, salon qismini ko'rsatasiz. Ashka holatda ahamiyat berasiz. Mashinamiz avtomat. Yaxshilab salon qismiga ahamiyat beramiz. Probegimiz 38 ming kilometr masofani ko'rsatmoqda. Navrotlari 4 ta chiqopolik taqilgan. Yaxshisidan. Marhamat, orqa qismiga keladigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor beramiz. Sveji holatda tiniq bo'lib turibdi. Gazi qanaqa muhit? Benzin. Benzin, bagaj yo'q. Gaz qo'yilmagan. Mashina mutlaqo benzinda, gaz qo'yilmagan. Marhamat. Bagajlar ham akkuratligida bo'lib turibdi. Zabankalari bilan turibdi hali. Mashinaning pasatkasiga alohida e'tibor berasizlar. Yondan ko'rsatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bugun bozordan aylanib chiqdim. 9,5 ming, 9,600 atrofida turibdi Nexus avtomatlar. Mana avtoelonni ko'rsatilgan bo'ladi. 9,900, 9,700, 10,500. To'g'ri qancha qilib beramiz endi buni? Nexus minaman, olaman deydigan inson uchun dehqonlarga-da. Agar naqdga bo'lsa 8,900, 9,000 atrofiga naqd kelsak bo'ladi. 8,900 kelishadigan joyi bor. Mashinani ko'ryapsizlar, tiniq, chiroyli holatda turibdi. Agar Vikivga olaman deydigan insonlar bo'lsa, qancha yarim to'lovini qilsa, 4 oy, 5 oy, 1 yilgacha Vikivga beriladi mashina, to'g'rimi? To'g'ri, Vikivga beramiz. Kelisha olsak Vikivga ham beramiz. Telefon raqamini aytasan, bitta qoldiradi. 97lik 892 61 11. Akalar, marhamat, Nexus sotuvda. Telefon qilib bemalol kelib baraka qilsalaring bo'ladi.